Yo'l yuzida joylashgan ushbu joyi avvalroq sotuvga qo'ygandik. Yaxshi sabablarga ko'ra sotilmaydigan bo'lib o'zimiz yurg'izamiz deb qolishgandi, lekin hozir qayta sotuvga chiqarildi. Narxini egalar bilan o'zingiz kelishib olasiz. Hozir sizga to'liq videosini ko'rsataman. Aynan mana shu joyimiz sotilishi uchun pastga raqamlarga aloqa qilsangiz bo'ladi. Hamzadan 3 tasi birda hovlimiz sotuvga qo'yildi. Ya'ni sizga yaxshilab tushuntiraman. Birinchi manzilini aytib o'tay. Hamza Sardobadan kelaverishimizda 38-maktab, 30-bog'chani shundoq yonida joylashgan. Bu tomoni kardiologiyaga yetmasdan Medlife aptekaning ro'parasidagi mana shu turar joyimiz sotuvga qo'yildi. Fasad qismimiz do'konimizdan boshlanadi. Do'konimiz ichlari to'la, do'konimizni ham qo'shib sotishar ekan va yana katta hovli, kichkina hovli, umumiy 3 ta joy tengidan sotiladi. Do'konimiz taxminan 35 metr kvadratdan oshiqroq va oldi tomonda naveslar bor, foydalansa bo'ladigan qismi ham mavjud. Oldilarni burchakka qilib qo'yishgan. Endi katta hovlimizni sizga ko'rsatib beraman. Katta hovlimiz 5 sotixli, avtomashina kirishidan muammo yo'q. O'rtada katta o'zini огородlarga ega. Mana bu yerda esa ixchamgina oshxonasi, oshxonamizning yonida kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxona, ichida sanuzel bilan birgalikda planirovka qilingan. Hamda navbatdagi uyimiz, uy dahliz ko'rinishida 2 xona uy bo'ladi. Bittasini spalni, bittasini mehmonxona tarzida foydalanish mumkin. Hamda chekka qismimizda yana 2 xona ta'mirtalabroq holatdagi uyimiz ham bor ekan. Xohlasangiz buni ta'mir qilasiz yoki buzib tashlab boshqatdan 2 qavatli qilib qurishingiz ham mumkin. Hovlimizning eng chekka qismida hojatxona joylashtirilgan. Ushbu hovlimizda podval qismi ham bor. 6 metrli xonamizdagi to'liqligicha podval bo'lgan. Bu hovlimiz umumiy 5 sotuq maydonga tushgan. Magazin 36 kvadrat ham ushbu 5 sotug'i ichida. Endi kichkina hovlimizni ham sizga ko'rsatib beraman. Mana kichkina hovlimizning darvozasi. Bu ham bitta xo'jalik uchun mo'ljallangan. Avtomashina kirish uchun alohida yo'l qoldirilgan. Bu tomonimizda bir xona uy, ya'ni mehmonxona, ichida yonda sanuzel bilan birgalikda planirovka qilingan. Shundan keyin yakkalay bitta xonamiz, detskiy tarzda foydalansangiz ham bo'ladi. Uni yonida yana bitta xonamiz. Buni spalni qiling yoki zal qilib olasizmi, o'zingizga moslaysiz va so'ngida oshxonamiz planirovka qilingan. Orqa tomon qismida hojatxona va kichkinagina o'zini omborchasi ham bor. Yengil mana shu ko'rib turganingizdek огородchasiga ham ega. Ushbu hovlilarimiz 207 sotuqqa tushgan. Umumiy olganda 7,7 sotuq bo'ladi, hammasi bo'lib. Hammasini tengidan sotishar ekan. Xohlasangiz do'konni o'zini sotib olishingiz yoki kichkina hovlini yoki katta hovlini alohida ham sotib olsangiz bo'ladi. Xohlang hammasini sotib olib katta hovli qilib yashang yoki noturar bino qursangiz ham bo'ladi. Shundoqqina yo'lni yuzida. Kommunal tarmoqdan suv, yerosti suvi ham mavjud, vodoprovod suvi ham mavjud, svet hamda kanalizatsiya bor. Gaz 200 metr atrofida agar tortib olsangiz, tortib kelishingiz ham mumkin.